Shoshilinch xabar. Kiber xavfsizlik markazi ogohlantiradi. Telegramda yangi turdagi virus tarqalmoqda. Oldin sizga qarzdorlik, chaqiruv xati, to'lgan kunga taklifnoma kabi nomlar bilan tarqalgan APK virusli ilovalari endi sizga rasm yoki video ko'rinishda kelishi mumkin. Firibgarlar bu safar notanish profildan yoki Telegram akkaunti buzilgan tanishingizni akkauntidan to'satdan video yoki rasm yuboradi. Video xabarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, avtomatik ko'rsatmasdan xatolik deb boshqa ilova orqali ochishga undaydi. Siz video fayl deb virusli APK ilovani telefoningizga o'rnatib qo'yasiz. Natijada bank kartangizdagi pullardan ayrilib qolasiz. Ehtiyot bo'ling. Firibgarlarning yangi nayrangiga aldanib qolmang. Buning uchun sizga kelgan video, rasm yoki boshqa fayllarni aslo ochmang. Oddiy video Telegramda qo'shimcha dasturlarsiz o'zi ko'rsatadi. Xatolik deb ochmadimi? Bilingki, bu shubhali fayl, virus, darhol uni o'chirib yuboring. Ogoh bo'ling, pullaringizni firibgarlarga berib qo'ymang. Xabarni ko'proq tarqating, yaqinlaringizni asrang.